uning mehnatlari, zahmatlari, faoliyati davomidagi kurashga to'ymasligi va golga harisligidan hayratga tushadi bu toifa. Uning golgacha bosib o'tadigan masofasidan tortib golni nishonlash ham bu toifaning zavqini o'ynaydi. Ular uchun bu dahodan boshqa futbolchi yo'q, u yagona. Futbol yoshidan asta-sekin uzoqlashib ketayotgan bu yigit Portugaliyalik yulduz Cristiano Ronaldodir. 2003-yili Manchester United libosini kiyib maydonga tushibki, uning parvozi tinmagan. Shu paytgacha dunyo shu yigit atrofida aylanmoqda. Shunchadan buyon stabil o'yin ko'rsatayotgan daho taslim bo'lish nimaligini bilmay kelayotir. Ko'z o'ngimda mana degan yangi yulduzchalar 1-2 yil yo'qolib, izi ham qolmayotgan bir davrda bu yigitning shuncha yil o'zgarmasdan bir xil tura olishi haqiqiy mo'jizadir. Mayli, odamlar nima desa desinlar. Uning shaxsiy hayotidan, maydondagi mug'ombirliklaridan turli rivoyatlar to'qishsa to'qiyversinlar. Menga buning mutlaqo farqi yo'q. Chunki men bir narsani bilamanki, kelajakda shu 10 yillik davr haqida gap ketganida Ronaldoning nomi porlab turaveradi. Bundan buyon uning o'yin sur'ati pastlab ketsa, ajablanmaymiz albatta. Biroq bu narsa baribir tarix sahnasida Ronaldo degan siymoning daholigiga zarracha bo'lsin ta'sir o'tkaza olmaydi. U o'z davrining eng ajoyib vakillaridan biri bo'lib qolaveradi. Bugun u haqda eng yomon so'zlarni gapirayotganlar ham 10 yillardan keyin farzandlariga Ronaldoning o'yinlaridan bahra olganlikdan